Salom hammaga. Katta tanaffusdan so'ng men yana qaytdim va keyingi mavzuni boshlaymiz. 12 va 13 mavzular. Mahalliy hokimliklarning tashkil topishi. 5-7 asrlarda turk xoqonligi bir qancha hokimliklarga bo'linib, 15 dan ortiq mustaqil hokimliklar tashkil topdi. Turk xoqonligi dastlabki boshqaruv yillarida mahalliy boshqaruv tizimiga tub o'zgarishlar kiritilmaganligi yerli boshqaruvda ko'plab mahalliy turkiylarning faoliyati bilan ham uzoqlash mumkin. Biroq turk xoqonligi ikkiga bo'lingach, g'arbiy turk xoqonligi bu masalaga jiddiy e'tibor qaratdi. Bu davrda ma'muriy islohotlar aynan xoqonlik va mahalliy boshqaruv faoliyatini muvofiqlashtirishga qaratildi. Qolaversa, xoqonlik turkiylarining o'troq hayoti va o'ziga xos davlatchilik an'analari eftalilar davridagidan farqlangan. Turk xoqonligining mahalliy sulolalar boshqaruvini saqlab qolishdan maqsadi o'troq o'lkalarda siyosiy barqarorlikni ta'minlash, iqtisodiy taraqqiyot rivojini to'xtatmaslik va harbiy jihatdan ularga ko'maklashuv bo'lgan. Bundan tashqari, mahalliy hukmdorlarning aksariyati turk xoqonligi hukmdorlari bilan yaqinlashib, qardoshlik aloqalarini o'rnatgani xoqonlik diplomatiyasining mahoratini oshirgan. Toxaristonda 27 ta tog' va tog' oldi viloyatlaridan iborat mustaqil hokimliklar bo'lgan. Uning poytaxti Balx shahri edi. Hozirgi Janubiy O'zbekiston va Janubiy Tojikiston, Shimoliy Afg'onistonni o'z ichiga olgan bu tarixiy viloyat shimolda Hisor tog'lari, janubda Hindikush, g'arbda Murg'ob va Xirurt vodiysi, sharqda Pomir bilan chegaralangan. Toxariston aholisining asosiy qismi o'troq dehqonchilik bilan shug'ullangan. Hunarmandchilikda ayniqsa qurolsozlik, shisha-sozlik, to'qimachilik yuksalgan. Toxariston Hindiston, Yaqin va Uzoq Sharq mamlakatlari bilan savdo madaniy aloqalar o'rnatgan. O'z chaqa tangalari ichki savdo muomalasida yurgan. Mustaqil hokimliklar orasida eng yirigi So'g'd ixshitlari voha hukmdori edi. 6-7 asrlarda davlatlar birlashmasi ittifoqida So'g'd ixshitlari katta siyosiy nufuzga ega bo'lgan. Zarafshon vodiylarida joylashgan Samarqand, Buxoro va Qashqadaryo vohasidagi Kish viloyatining 11 ta yirik mulklari birlashgan bo'lib, ularning har biri o'z hokimi, harbiy chokarlari va mis pul birligiga ega edi. So'g'dda aholi gavjum bo'lib, so'g'diylar dehqonchilik va bog'dorchilik bilan shug'ullanishgan. Chorvachilikda So'g'dning hisori, qo'ylari va tulporlari juda mashhur bo'lgan. So'g'd shaharlari bu davrda hunarmandchilikning markaziga aylanadi. Samarqandni poytaxt qilgan So'g'd Qanq davlati tanazzulidan keyin mustaqil davlatga aylangan. So'g'd turk xoqonligi va g'arbiy turk xoqonligi vassali bo'lsa-da, o'zining asriy mahalliy ma'muriy boshqaruvini saqlab, turkiy boshqaruv an'analari bilan boyidi. Turkiy davlat boshqaruvida xoqonning mutlaq hukmronligi So'g'dda shakllangan azaliy demokratik tamoyillardan farqlanardi. Chirjov xonadoni va Un'uq sulolasi vakillari So'g'dda davlatni podsho orqali emas, balki yirik savdogar va shahar amaldorlaridan iborat oqsoqollar kengashi oliy organ orqali boshqarganlar. Oqsoqollar kengashi podsholik, ixshitlik hokimiyatini cheklab qo'ygan edi. Ixshitlar oqsoqollar kengashi oldida hisob berib turgan. Xoqon Tunyabg'u 618-630 yillarda hukmronlik qilgan. Tunyabg'u ma'muriy islohotlari ham an'anaviy mahalliy boshqaruv tamoyillarini deyarli o'zgartirmadi. Aksincha, tudullar, tarxonlar orqali uni mustahkamladi. Ular o'z vazifasi doirasida iqtisodiy ahvolni kuzatish, soliqlarni yig'ish, harbiy masalalarni hal etish va xoqonlik bilan uzviy bog'liqlikni ta'minlashga xizmat qildi. Bu siyosiy va iqtisodiy barqarorlik va rivojlanish garovi bo'lib qoldi. Farg'ona hukmdorlari ixshit deb atalgan. Farg'ona yurtlari juda hosildor bo'lib, aholisi dehqonchilik bilan kun kechirgan, paxta va sholi ekkan.
Koson, Axsikent ya'ni Xushkat va Quva ya'ni Quba kabi yirik markaziy shaharlarida hunarmandchilikning turli sohalari rivoj topib, ularning mahsulotlari ichki va tashqi bozorlarda juda xaridorgir bo'lgan. Qo'shni mamlakatlarga bo'yoq, rangli shisha buyumlar va dori-darmonlar chiqarganlar. Farg'ona vodiysida o'troq aholi bilan bir qatorda chorvadorlar ham yashaganlar. Qurama va Qoramozor tog'lari yonbag'irlarida qadimdan yilqichilik bilan shug'ullanilgan. Bu vodiyda ko'paytirilgan tulpor otlarning dong'i jahonga ketgan. Choch Toshkent vohasi ya'ni Chirchiq va Ohangaron havzalaridagi dehqonchilik va ko'chmanchi chorvadorlarning hududlari kesishgan mintaqada joylashgan. Choch Ipak yo'lining shimoli sharqiy yo'nalishida strategik ahamiyatga ega bo'lgan hudud hisoblangan. Ilgari Chochda o'troq mahalliy aholining manzilgohlari paydo bo'lgan bo'lsa, 6-8 asr boshlarida ularning soni nihoyatda oshgan. Turk xoqonligi davrida esa turkiylar vohada yetakchi kuchga aylandi. Ammo vohaning turkiy hukmdorlari davlat ishlarini olib borishda sug'diy tili va yozuvidan foydalanishgan. 7-8 asrlarga mansub tangalarni ham sug'diy yozuvi va tilida zarb ettirishgan. Bu fanda turk sug'd namunasidagi tangalar deb yuritiladi. Chochda sug'diy tili va yozuv qatorida turk tili va yozuvining amal qilinishi Qanha shahri xarobasidan topilgan sopol idishdagi bitiklarda o'z aksini topgan. Bu vohaning 6-8 asrlardagi etnik manzarasini ham aks ettiradi. Buryakovning ilk o'rta asrlardagi Choch tarixidan kitobida yozishicha, Buyuk Ipak yo'li Qanq davlati davrida savdo karvonlari orqali ulkan hududdagi mulklar va shaharlarni, jumladan So'g'd va Chochni o'zaro bog'lagan bo'lsa, Eftalilar davrida Chochning Ipak yo'lidagi muhim strategik ahamiyati kamaymadi. Shu bois Sosoniylar podshohi Xusrav Ining Eftalilarga qarshi kurashi bayon etilgan manbada Choch, Farg'ona kabi Eftalilarning chegara hududi sifatida keltirilgan. Bu davrda Choch, So'g'd va boshqa mulklar kabi o'z mustaqil ichki va tashqi siyosatini davom ettirgan deyilgan Buryakovning ilk o'rta asrlardagi Choch tarixidan kitobida. Chochga sug'diylarning kirib kelishi mahalliy ayonlarning o'troqlashib, zardushtiylikni qabul qilishiga sabab bo'lgan. Choch ko'plab diniy konfessiyalar kesishgan mintaqa bo'lganligi uchun bu yerda mahalliy turklarning tangrichilik, xristianlikning Nestorian oqimi, moniylik kabi dinlar ham tarqalgan. Choch arablar tomonidan Shosh deb nomlangan, chunki arab alifbosida ch harfi bo'lmagan. 6-asrning ikkinchi yarmidan Chochda turk xoqonligi hukmronligi o'rnatilib, voha aholisi etnik tarkibida turkiylar salmog'i keskin oshdi. Mahalliy turkiy tili aholi xoqonlik vakillari kabi turk deb ataldi. Choch vassal mulk sifatida Istami Yabg'u xoqon tasarrufida xoqonlik ikkiga bo'lingach, g'arbiy turk xoqonligi tarkibida bo'ldi. Xoqon Chochga hokim etib Tegin Tianchijini tayinlaydi. Tegin Tianchiji g'arbiy turk xoqonligi yaratgan iqtisodiy va siyosiy erkinliklardan foydalanib, Xitoy bilan diplomatik aloqa o'rnatdi. Teginlar sulolasi Chochni boshqaradi. Choch ma'muriy boshqaruvida Tegindan, ya'ni shahzoda taxt varisidan keyin soliq yig'ish bo'yicha nozirlar, ya'ni tudullar turgan. G'arbiy turk hukmdori Tun Yabg'u o'z qarorgohini Choch yaqinidagi Mingbuloq mavzesiga ko'chirgan. Tun Yabg'u boshqaruvida islohotlar o'tkazib, qaram o'lkalarga o'z vakillari, ya'ni eltabar ya'ni el davlat degani va el boshqaruvchilarini yuboradi. Tushadigan soliq nazoratini tudullar orqali amalga oshiradi. Bu davrda poytaxtning ko'chirilishi siyosiy va iqtisodiy masalalarni hal qilishga imkon beradi va Ipak yo'lida savdo nazorati hamda tijorat ishining jonlanishini ta'minladi. Vohada dehqonchilik va hunarmandchilik rivojlanib, ko'plab manzilgohlar, qal'a va shaharlar qad rostladi. Davlat tashqi savdoda lashkara kumushlarini, tunkat va tuqikat metallini,
moviy feruzalarni chetga chiqardi. Ichki bozor uchun ham tangalar zarb etildi. Choch hududida G'arbiy Turk xoqoni Tardo xoqon nomi chekilgan tangalari keyinchalik Tun Yabu xoqonning Yabu xoqon puli deb nomlanuvchi tangalari muomalada bo'lgan. Sug'diy yozuvda bitilgani edi. Turkiy hokimlar tomonidan sug'diy yozuvli tangalarning muomalaga kiritilishi iqtisodning o'sishi va xalqaro savdoning rivojiga yordam bergan. Xususan, choch savdogarlari sug'diy tujjor ya'ni savdogarlar o'sha tujjorlar bilan chetga mahsulot olib chiqib, xorijdagi manzilgohlarida bir jamoa bo'lib yashashgan. Bu savdo aloqalari xoqonlik xazinasiga daromad keltirganligi uchun xoqonlik o'z hududida barcha savdogarlarni himoya qilgan. 6-7 asrlarda Turonda bir tomondan yerga egalik qilish munosabatlari o'rnatildi va mustahkamlanib bordi. Ikkinchi tomondan ko'chmanchi chorvadorlarning beto'xtov shiddat bilan kirib kelishi hamda ularning o'troqlashuvi kuzatildi. Mazkur omillar shahar va qishloqlarning qiyofasi hamda aholisining turmush tarzi va ijtimoiy ahvoliga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Vohalarning suv ta'minoti tubdan yaxshilandi. Tog' oldi maydonlariga suv chiqarilib, yangi yerlar o'zlashtirildi. Shaharlar gavjumlashdi. Qishloqlarda ko'shk, qasr, qo'rg'on va qo'rg'oncha nomlari bilan shuhrat topgan istehkomli turar joylar qad ko'tardi. Istehkomli qasr, qo'rg'on va ko'shklar asosan tashqi dushman hujumiga qarshi mudofaa inshoti, chokarlar to'planadigan joy, ma'muriy markaz hamda oziq-ovqat va qurol-yarog' saqlanadigan ombor vazifasini o'tagan. O'rta asrlarda shaharlar 3 qismdan iborat bo'lgan. Ular Ko'handis, Shahriston, Rabot deb yuritilgan. Shaharlarning uchala qismi ham alohida devorlari bilan o'ralgan. Ularning bir nechta darvozalari bo'lgan. Shahar devorlari bo'ylab oqib o'tgan anhor xandaq vazifasini bajargan. 10-asrda yashagan arab mualliflari Ibn Xavqal va Ishtahriyning qayd etishicha, birgina Binkat, ya'ni Toshkentning 22 ta darvozasi bo'lgan. Darsimiz tugadi. Like bosish va obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Agar siz like bossangiz, siz meni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz va men keyingi videolarni tezroq chiqarishga harakat qilaman.